Bugun biz Qo'qon shahrining eng gavjum maskanlaridan biri Muqimiy shaharchasidamiz. Ko'p qavatli uylar qad rostlagan bu hudud bugundan butunlay yangi hayot sari qadam tashlamoqda. Prezidentimizning Qo'qonga tashriflari davomida berilgan topshiriqlari ortidan bu yerda ulkan o'zgarishlar boshlandi. Eng muhimi, insonlarning kayfiyati o'zgargan. Mahalla ahli ertangi kunga ishonch bilan qaramoqda. Chunki bu yerda shunchaki qurilish emas, inson qadri uchun xizmat qiladigan yangi muhit yaratilmoqda. Bugun bu yerda shunchaki ko'p qavatli uylar emas, balki butun boshli mahalla qiyofasi yangilanmoqda. Yangi mahalla maskani, madaniyat markazi, sport inshootlari, bolalar maydonchalari, bularning bari insonlar uchun, yoshlar uchun, kelajak avlod uchun. Qo'qon bugun yana bir bor o'zining qadimiy shon-shuhratini zamonaviy bunyodkorlik bilan uyg'unlashtirayotgan shaharga aylanmoqda. Hozir siz ko'rib turgan ishlar oddiy quvur tortish yoki ta'mirlash jarayoni emas. Bu yuzlab oilalarning xonadoniga issiqlik yetkazib berish maqsadida yaratilayotgan yangi tizim. Ayni paytda ko'p qavatli uylarga yangi markazlashgan isitish tizimi tortish ishlari olib borilmoqda. Elektr, suv va tabiiy gaz tarmoqlaridagi muammolar ham birma-bir hal etilmoqda. Mahalla ahli bilan suhbatlashar ekanmiz. Ular uzoq yillardan beri kutgan o'zgarishlar bugun nihoyat amalda namoyon bo'layotganini mamnuniyat bilan ta'kidlashmoqda. Bugun bu hududda 500 dan ziyod ishchi, xizmatchilar fidokorona mehnat qilmoqda. Har bir ekilgan daraxt, har bir ta'mirlanayotgan yo'l, har bir yangilanayotgan fasad ortida inson manfaatiga qaratilgan katta e'tibor mujassam. Eng quvonarlisi shuki, mahalla aholisi bu o'zgarishlarni o'z hayotidagi yangi davr boshlanishi sifatida qabul qilmoqda. Zero obod mahalla bu obod hayot demakdir. Qo'qonda esa ana shunday yangi hayot barpo etilmoqda.